Assalomu alaykum do'stlar. Devlog 11 ga xush kelibsiz. Kecha 10-chi devlogimizda background muammosi paydo bo'lgan edi. Keyingi devloglarda albatta tuzatamiz degandik. Mana ko'rib turganingizdek, bugun shu muammoni tuzatdik. Biz buni qanday qildik? Bu yerda eski hozir bizga kerak bo'lmaydigan shablon CSS'lar turgan ekan. Bu React'ning birinchi shablon fayllar berganida unga berilgan stillar edi. Biz ularni hozir o'chirib qo'yganimiz ham ma'qulroq. Chunki bizga hozir bular unchalik kerak emas. Bizga hozir index CSS'larda faqat mana shular tursa bo'ldi. AppTSX hammasi hozir iloyida. Bizda background muammosi hal qilindi. Hamma narsa ishlayapti. Tungi rejim, kunduzgi rejim. Endi biz bu loyihaga yana qo'shimcha o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Masalan, bu laytlar ko'payib qolgandek qilib o'zgartirish mumkin buni. Masalan 44, bu yerda 55 yoki 75. Lekin baribir bu yerda like bosilishi bittaga oshaveradi. Chunki bu yerda biz kodni yozganmiz. AppTSX'da bu yerda yozganmiz 100 like'ni va hozir batafsil buttonini bu yerda ham hammasini cursor pointer qilganmiz. Bu yerda animatsiyasi bor. Bu yerda eski bo'lgani uchun animatsiyasi, yangi degan animatsiyasi yo'q. Bu yerda oddiy static div joylashgan. Bu yerda toggle button, kunduzgi rejim, tungi rejim hammasi ishlayapti. Background muammosi hal qilindi. Albatta hammasi hozir joyida bo'lsa, ertangi yoki xullas keyingi devloglarda albatta mana shu batafsil tugmasini bosganda link React'ning link kutubxonasi orqali boshqa page'ga o'tishni yasashimiz mumkin. Xullas shunaqa gaplar. Hammasi joyida mana. Videoga like bosishni unutmang. Biz yana devlog chiqarishni davom ettiramiz. Keyingi devloglarda albatta bu loyihani juda yaxshi qilib yasashga harakat qilamiz. Men o'rganishda davom etyapman. Bu yerda CSS, boshqa kataloglarni to'g'irlash hammasi hozir joyida turibdi. O'rganishda davom etaman. Siz ham men bilan o'rganishga harakat qiling. Ko'proq hozir o'rta darajada bo'lsangiz, masalan HTML, CSS, JavaScriptni bilsangiz, React.js va Tailwind CSS ga o'tish sizga yanada tajribali ko'rinish beradi. Men bilan birga o'rganing.
Videoga like bosing va qo'llab-quvvatlang. Siz bilan Azizbek bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.